Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, aziz yurtdoshlar. Navbatdagi obyektimiz o'zimiz mahallada bo'lyapti. Ko'rib turganlaridek, xudo xolasa hammasini tanishtirib o'tishga harakat qilaman. Razmerlari-yu rasxodigacha aytib boraman. Ko'rib turganlaridek, mana teplipol ko'ramiz mavjud. Teplipol ko'ramiz. Ikki xonani alohida isitadi. Mana shu yerdan boshqarsa bo'ladi. Xolasizlar bitta isitinglar, xolasizlar alohida o'chirib, yoqib isitsanglar bo'ladi. Montajlarimiz, elektr montajlarimiz zazimlenali bo'lgan. Mana zazimlenalarni ulab ketganmiz. Chiroyli holatda ishlab turibdi. Haroratimiz esa 50 gradusga chiqqan. 50 gradusda mana odamni damini qaytarib yuboryapti, issiq. Tellab ketdim to'g'risi. Xo'p, bu tomonlarimizda ko'rib turganlaridek, avtomat shitimiz, o'zi avtomatlarini qo'yganmiz. Xudo xohlasa, tok ursa avtomatik tashlaydi. Bezopasli tomonidan o'ylab ketilgan. Ipili zazimlenali qilingan hammasiga. Bu tomonimizdagi mana rezetkalarimiz ham zazimlenali qilingan mana. Mana shunday ko'rinishda bo'lib turibdi. Avtomat motorimiz mana ichkariga o'rnatib berdik. Qishda muzlab yorilib ketmasligi uchun. Xo'p, bu tomonlarimizda vitichkamiz mavjud, ancha-muncha parlarni boshqani tortib turadi. Bu yog'imizda sushilka, sochiq-pochiq quritish ilish uchun. Bu yog'imizda avtomat kir mashinamiz mavjud, 8 kilogramli Zifler firmasiniki yangi masla. Tepasida mana rakivina. Rakivinaning tepasida oynadagi men. Bu yog'imizga mana yuz sochiq ilish uchun kalsa o'rnatganmiz, stakanchik, sovun qo'yadigan, suvlar tushishlari yaxshi, chotki desa ham bo'ladi. Patologlarimiz Decor Plus. Sizlarga hozir bitta bomba yangilikni ko'rsataman. Tabadam deydi-yu. Xudo xolasa dushovoy xonamiz mana shunday manzarali bir chiroyli PVX panellardan foydalanganmiz. O'zimiz zakaz qildik. Bo'yini, razmerini, hamma yo'g'ini zakaz qildik. Mana shu guligacha zakaz qildik. Xudo xolasa bittadan like bosib ketinglar. Xo'p, razmeri, razdevalkaning razmeri 1.90 ga 1 bo'lgan. Bu xonamiz razmeri 1.90 ga 2 bo'lyapti. 1.90 ga 2 joyga mana ko'rib turibsizlar, nimalar sig'dirganmiz. Tahorat oladigan, tepasida ariston. Joyimiz torligi uchun xudo xolasa hammasini o'rniga qo'yishga harakat qildik. Bu yog'imizda mana shunday unitazimiz mavjud. Kalso bumaga qo'yadigan qo'yganmiz. Mana shunday mana joylari ichida deydimi, nima deydi? Xullas pollarimiz Matvi 60 ga 60 kafeldan bo'lgan, dushovoy stoykamiz. Bu tomonimizda mana sovun qo'yadigan, yonida machalka ilish uchun shunaqa polkalarimiz mavjud. Hurmatli obunachilar, sizlar bilan men Muhammad Yusuf Mamatqulov bo'ldi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salom.